Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan Bahriddinov Olimjon. Demak, bugungi ko'rib chiqadigan masalamiz qo'rquv. Istalgan bir qo'rquvingizni o'ylang. Tashlab ketilishdan, yolg'iz qolishdan, insonlarning yoniga chiqishdan, qanaqadir uyalish bo'lishi mumkin, kasallikdan, o'limdan qo'rquv. O'sha qo'rquvni, demak, qo'rquv qayerdan keladi o'zi? O'sha qo'rquv, ya'ni siz emassiz, u qachondir sizga singdirilgan bitta hissiyot. Ya'ni hozirgi o'sha menga qarab ko'rib turgan siz emassiz. Bu qo'rquv sizni bir parchangiz. Siz qachonlardir o'sha 5 yoshingiz, 15 yosh, 25 yoshingizda bitta hissiyotni tanangizga kirgizgansiz. Chunki u hissiyot sizga foydali bo'lgan, sizni nimadandir himoya qilyapti o'sha qo'rquv va hozirgacha qo'rqitib kelyapti. Ko'krak siqiladi, tomoqqa nimadir tiqiladi. Vahima bosadi, oyoq-qo'l qaltiraydi. Xuddi issiq bo'lsa ham sovqotib ketayotgandek his qilasiz o'zingizni. Himoyasiz qolib ketgandek his qilasiz. Nega? Chunki qo'rquv bor, mana. Qo'rquvni nimaligini siz bilmaysiz. Qo'rquv qayerdan kelayotganligini, u tanangizga qachon tushgan, nima uchun o'sha qo'rquv kelyapti, sizni nimadan himoya qilayotganligini bilmaysiz, o'sha vahimani. Demak, qarang. Bola tug'ilganda u hech narsadan qo'rqmaydi. Chaqaloq tug'iladi, hech narsadan qo'rqmaydi. Katta bo'lavergan sari atrofdagi insonlardan, ota-onasidan, jamiyatdan, shaxsiy tajribalar asosida qaysidir bir ishlarni qilsam, demak bu xavfli ekan degan xulosa orttiradi. Deylik, o'sha 5 yoshli, 7 yoshli bola yoki 10 yoshli bola. O'sha xulosani oldi, keyin nima bo'ladi? O'sha xulosa asosida yashashni boshlagandan keyin unga tashqaridagi boshqa narsalar qo'shiladi. Boshqa narsalar qo'shilib turib qo'rquv kattalashadi. Va siz u qo'rquvni yana ichkariga haydab kirgizasiz, bosib tashlaysiz. Oxiri unutasiz. Nimadan qo'rqayotganingizni ham bilmaysiz. Yuragingiz siqilishi nimadan, sizdagi vahima va hayajon nimadan kelib chiqyapti, nima uchun qaltirab qolasiz bir narsa bo'lsa, bilmaysiz. Va nima bo'ladi oqibatda? Xotirjamlik yo'qoladi. Xotirjam o'tira olmaysiz bitta joyda. Bitta joyda bir piyola choy ichadigan bo'lsangiz, o'sha choyni maza qilib icha olmaysiz. Ichingizda bir narsa bidirlab turadi, bir narsa gapirib turadi sizga. Ya'ni nazoratni qo'yib yuborish xavfli, bo'sh turish xavfli. Nimadir qilib turish kerak, nimanidir nazorat qilish kerak. Hozir bir narsa bo'lib qoladi. Mana shu ovoz aslida qachonlardir orqadagi sizni qo'rqqan bir parchangiz bo'ladi. Sizni qo'rqqan bir qismingiz bo'ladi. Qachonki o'sha parchaga borib, sizni 20 yil oldingi holatingizga borib, balki qachonki qo'rquv tushgan bo'lsa, o'sha holatga borib, qo'rqmasligi kerakligini, qo'rquv xavf emasligini, ya'ni o'sha qilayotgan ishi xavfli emasligini o'sha bolaga tushuntirib bersangiz, qo'rquvni sabablarini topsangiz, uni nimadan himoya qilyapti, nima uchun shuncha yil o'sha hissiyot sizni tanangizda yashab keldi. Sabablarini anglab, ssenariyni, ya'ni o'sha qo'rquv aslida bitta ssenariy turadi ong ostida. Ana shu bo'layotgan narsadan qo'rqasiz. O'sha ssenariyni boshqacha qilib o'zgartirgandan keyin qo'rquv o'z-o'zidan ketadi. Chunki qarang, qo'rquvga siz qo'rquvni tushundingiz, qo'rquvga endi kerakmasligini aytdingiz. Ya'ni sizni tanangizda bo'ldi, seni vazifang yo'q. Men endi shu yerdaman. Men o'zim hayotimni boshqaraman. Sen meni himoya qilding, rahmat, lekin endi menga kerak emassan deb turib, o'sha vazifasini tushuntirgandan keyin, qo'rqmasligi kerakligini ong ostiga anglatgandan keyin nima bo'ladi? Qo'rquv o'z-o'zidan ketadi. Demak, himoya qilinayotgan narsa yo'qmi? Qo'rquv ham kerak emas. Sizni hozir qo'rqitayotgan narsa, ishoning, istalgan narsadan qo'rquv bo'lishi mumkin. Sizni nimadandir ushlab himoya qilib turibdi. Nimadandir himoya qilib turibdi bu narsa. Chunki o'ylaydi, agar men buni qo'yib yuborsam deydi, qo'rquvni qo'yib yuborsam, nimadir qulab tushadi, nimadir buzilib ketadi, nimadir bo'lib ketadi. O'shaning uchun ham sizda xotirjamlik yo'q. Tushunyapsizmi? O'shaning uchun siz xavfsiz ekanligingizni ong ostiga anglatib berish kerak. Avval o'sha qo'rquv qachon tushganligini kovlab topamiz. Undan keyin o'sha ildizdagi ssenariyni o'zgartiramiz. Qo'rquvni vazifasini, ya'ni qo'rquvni maqsadi bor, qo'rquvni maqsadini aniqlaymiz va ssenariy o'zgargandan keyin qo'rquv shunchaki sizning tanangizni tark etadi. Bu fantastika emas, bu qanaqadir
sizni miyangizga kirib o'zgartiriladigan bir narsa emas. Shunchaki tanangizga o'rnashib qolgan o'sha xotirani, tanangizda siqilib turgan energiyani ong ostingizga, ya'ni o'sha o'zingizni bir parchangizga, o'zingizni bir qismingizga endi qo'rqmay yashashi mumkinligini tushuntiramiz va u sizni tanangizni tark etadi. O'ylab ko'ring. Siz bola bo'lgansiz, hech narsadan qo'rqmasdingiz, hech narsa sizni xavotirga solmasdi yoki o'sha qo'rquv qachon boshlangan bo'lishi mumkin? 5 yil, 7 yil, 15, 20 yil oldin. Ungacha siz nimadir qilishdan, ushlashdan qo'rqmasdingiz. Nimadir bo'ldi-yu, keyin qo'rquv boshlandi. Va ong osti o'ziga kod yozdi. Tushunyapsizmi? O'ziga xavfsizlik dasturini ishlab chiqdi ong osti. Va sizga qo'rquvni beryapti, sizni nimadandir himoya qilyapti. O'sha kodni biz yechib turib, o'sha kodni nimaligini anglab turib o'zgartirganimizdan keyin qo'rquv shunchaki sizni tanangizni tark etadi. Bu aytdim, yana aytaman. Sevilmay qolishdan, yolg'iz qolishdan, kasal bo'lib qolishdan, o'lib qolishdan, odamlarning yoniga chiqishdan qo'rquv bo'lishi mumkin, uyalish bo'lishi mumkin, yomon ahvolga tushib qolishdan, odamlarning oldidan uyalib qolish qo'rquvi bo'lishi mumkin. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, u sizni himoya qilyapti. Demak, o'zingiz eslolmayapsizmi, o'zingiz topolmayapsizmi? Buni konkret mutaxassis bilan ishlash kerak bo'ladi. Chunki siz o'sha narsani misol uchun topdim, nimadan qo'rqqanligimni bilyapman, endi lekin o'zgarmayapti-ku. Men o'zgartira olmayapman-ku shu narsani. Baribir qo'rquv qayta-qayta kelyapti-ku deyapsiz. Siz aql bilan tushunib turibsiz, lekin tana tushunmayapti. Tana o'rganib qolgan. O'sha jangovar rejimga o'rganib qolgan tana. O'zini mana shunaqa qisib ushlab turishga tana o'rganib qolgan. Chunki u qo'yib yuborsa, bo'shasam deb o'ylaydi, nimadir qulab ketadi, nimadir bir yomon hodisa sodir bo'ladi deb o'ylaydi. Biz ana shu tanaga xavfsizlikni bermagunimizgacha, xavfsizlikni o'rgatmagunimizgacha qo'rquv sizni tark etmaydi. Ya'ni o'sha har bir narsaning narxi bo'lgandek, qo'rquvning ham narxi bor. Tanangizni doimiy qo'rquvda, siqilishda, xavotirda ushlab turdingizmi, hayotdan lazzatlana olmay qolasiz, hayotdan zavqlana olmay qolasiz. Shunchaki atrofingizdagi hech narsa sizga tatmin qo'yadi. Hamma xursand, hamma kuladi. Siz nimagadir kula olmaysiz, kulishga ruxsat bera olmaysiz. Doim nimadir o'ylab yurasiz, doim siqilishda yurasiz. Shunday ekan, nimadan qo'rqyapsiz? Qachon bu qo'rquv boshlangan? Qo'rquv sizni qaysi manfaatingizga xizmat qilyapti? Qo'rquv nimadan himoya qilyapti sizni? O'sha narsani toping, o'sha narsani anglab yeting va qo'rquvsiz hayotdan lazzatlanib yashang. Sizlar bilan Bahriddinov Olimjon bo'ldi. Salomat bo'ling azizlar.